Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni batafsil tushuntirib beraman. Avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'lsa, kimning pensiyasi oshadi, kimning pensiyasi esa oshirilmaydi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va yaqin kunlarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Eng muhim joyi shuki, ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitishi bilan hammaning qo'liga bir xil miqdorda qo'shimcha pul tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa bunday emas. Kimdadir pensiya haqiqatan oshadi, kimdadir faqat minimal miqdor o'zgaradi. Kimdadir ustama saqlanadi, lekin umumiy to'lov sezilarli ko'paymaydi. Yana ayrim holatlarda esa odam nega menga oshmadi deb hayron bo'lib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bu mavzuni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p oila xato tushuncha va ortiqcha yugur-yugurdan saqlanadi. Avval tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degan nima? Oddiy tilda aytganda. Indeksatsiya bu pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'payishi, ish haqi va budjet ko'rsatkichlari o'zgarish fonida qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni davlat pensiya oluvchilarining daromadi inflyatsiya sababli juda pasayib ketmasligi uchun belgilangan miqdorlarni oshiradi. Lekin bu yerda juda muhim farq bor. Pensiyalar oshiriladi degan gap bilan har bir pensionerning qo'liga tushadigan pul aynan bir xil foizga oshadi degan gap bir xil emas. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Yana kimdir pensiyaga qo'shimcha ustama oladi, kimdir kompensatsiya oladi, kimdir ish staji kam bo'lgani uchun minimal miqdorga yaqin pensiya oladi. Har bir toifada hisoblash tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Oldin ko'p odamlar pensiya oshishi haqidagi xabarni radiodan, televizordan yoki qo'shnisidan eshitib, darrov mening pensiyam falon so'mga ko'payishi kerak deb hisoblab qo'yar edi. Lekin pensiya jamg'armasi yoki bank kartasiga pul tushganida kutilgan miqdor chiqmasa norozi bo'lardi. Endi esa odamlar ma'lumotni tezroq eshitmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda turli raqamlar aylanmoqda, lekin raqamning qaysi toifaga tegishli ekani ko'pincha tushuntirilmayapti. Men bugun aynan shu chalkash joylarni ochib beraman. Birinchi navbatda, agar avgust oyida indeksatsiya e'lon qilingan bo'lsa, pensiya oshishi odatda rasmiy hujjatda ko'rsatilgan sanadan boshlab amal qiladi. Ya'ni avgustda oshadi deyilsa, bu albatta har doim 1 avgust kuni kartaga yangi summa tushadi degani emas. Ba'zan hisob-kitob tizimida yangilanadi. Bank o'tkazmalari jadval bo'yicha amalga oshadi. Ayrimlarga farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin mana. Shuning uchun birinchi xato, odam birinchi kun pul tushmaganini ko'rib, menga oshirmadi deb xulosa qiladi. Avval to'lov sanangiz, hududingizdagi pensiya yetkazish tartibi va rasmiy hisob-kitob yangilanganini tekshirish kerak. Ikkinchi muhim masala, indeksatsiya bazaviy miqdorlarga ta'sir qiladimi yoki sizning umumiy qo'lingizga tegadigan summangizgami? Masalan, bir pensionerning asosiy pensiyasi 20-200 ming so'm. Unga qo'shimcha ustamalar bilan 20 million berkun 20 ming so'm tushadi. Agar indeksatsiya asosiy pensiya qismiga qo'llansa, u holda oshish 20 million berkun 20 ming so'mga emas, balki 20 million 200 so'mga nisbatan hisoblanishi mumkin. Shunda odam, men 10% oshsa, bilingan 5 ming so'm qo'shiladi deb o'ylagandim, lekin kamroq qo'shildi deydi. Aslida esa hisoblash bazasi boshqa bo'lgan. Uchinchi masala, minimal pensiya miqdori bilan real tayinlangan pensiyani ajratish kerak. Masalan, bir fuqaroning ish staji kam, ish haqi bazasi past bo'lgan. Shuning uchun hisoblangan pensiyasi minimal darajadan past chiqadi. Bunday hollarda davlat unga minimal kafolatlangan miqdorgacha yetkazib beradi. Agar minimal miqdor oshsa, u odamning to'lovi oshishi mumkin. Lekin kimning pensiyasi minimaldan ancha yuqori bo'lsa, minimal miqdor oshgani unga avtomatik ta'sir qilmasligi mumkin. Mana shu nuqtada odamlar ko'p adashadi. Birinchi misol, onaxon 30 yil ishlagan, yoshga doir pensiyasi 1800 million so'm. Rasmiy indeksatsiyada pensiya miqdori 10% ga oshiradi deb belgilandi deylik. Agar bu oshirish uning pensiya hisoblangan qismiga to'liq qo'llansa, 1 million 800 ming so'mga 1 ming so'm qo'shiladi va yangi miqdor 20 ming so'm bo'ladi. Bu oddiy holat. Ikkinchi misol, boshqa bir otaxonning hisoblangan pensiyasi 1 ming so'm, lekin amaldagi minimal kafolat sababli unga 20 ming so'm to'lanayotgan edi.
deb olaylik. Endi minimal miqdor 50 ming so'mga oshirildi. Bu otaxon 10% oshsa, menga 50 ming so'm qo'shiladimi yoki 5 ming so'mmi deb so'rash mumkin. Amaliyotda bunday holatda uning pensiyasi minimal kafolatlangan yangi darajaga yetkaziladi. Demak, unga qo'shimcha oshish minimal chegaraning o'zgarishiga bog'liq bo'ladi. Hisoblangan pensiya bilan to'lanayotgan pensiya bir xil bo'lmagani uchun natija ham oddiy foiz hisobiga o'xshamaydi. 3-misol, fuqaro nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik pensiyasida guruh, ish staji, oldingi daromad, nogironlik sababining hujjatlari, ba'zan parvarish yoki boshqa qo'shimcha to'lovlar muhim bo'ladi. Agar indeksatsiya faqat pensiya miqdoriga tegsa, alohida kompensatsiya yoki maqsadli to'lov indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Natijada fuqaro umumiy tushumda kutilganidan kamroq oshishni ko'radi. Bu xato hisoblangan degani emas, lekin tekshirishga arziydi. 4-misol, boquvchisini yo'qotgan oila bor. Oila 2 farzand uchun pensiya olmoqda. Indeksatsiyada har bir oluvchi ulushi, boquvchining staji va boshqa parametrlar ahamiyatli. Ba'zi oilalarda pul bitta kartaga tushgani uchun bitta pensiyadek ko'rinadi. Lekin aslida ichida 2 yoki 3 nafar oluvchining ulushi bo'lishi mumkin. Shuning uchun oshish ham umumiy oilaviy tushum bo'yicha emas, har bir oluvchining huquqi bo'yicha hisoblanadi. 5-misol. Pensioner ishlashda davom etmoqda. Ayrim davlatlarda ishlayotgan pensionerlar uchun indeksatsiya tartibi ishlamaydigan pensionerlarnikidan farq qilishi mumkin. Ayrim hollarda esa to'liq qo'llanadi. Shuning uchun men doim aytaman. Men ishlayapman, demak menga oshmaydi. Yoki men ishlayapman, baribir hammasi oshadi deb oldindan xulosa qilmang. Rasmiy hujjatda ishlovchi pensionerlar bo'yicha alohida band bor yo'qligini tekshirish kerak. Agar sizning pensiyangiz odatiy yoshga doir pensiya bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya tayinlangandan keyin yashash joyingiz, bank kartangiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz bo'yicha muammo bo'lmasa, odatda indeksatsiya avtomatik hisoblanadi. Siz har safar ariza yozib yurishingiz shart emas. Bunday holatda asosiy vazifa bank kartaga tushgan miqdorni oldingi oy bilan solishtirish va tushunarsiz farq bo'lsa, pensiya jamg'armasidan izoh so'rash. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar albatta diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Agar pensiya sizga indeksatsiyadan oldin tayinlangan bo'lsa, bir tartib bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin tayinlangan bo'lsa, boshqa hisob bazasi qo'llanishi mumkin. Odam men avgustda chiqdim. Nega menga yana oshirilgan summa alohida qo'shilmadi deb so'raydi. Javob shunday bo'lishi mumkin. Sizning pensiyangiz allaqachon yangi miqdorlar asosida hisoblangan. Ya'ni oshirish ichida hisobga olingan bo'ladi. Yana bir xavotirli toifa pensiya hujjatlarida ish staji to'liq aks etmagan fuqarolar. Masalan, odam 35 yil ishlaganman deydi. Lekin tizimda 27 yil ko'rinadi. Indeksatsiya bo'lsa ham u avvaldan noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan baza bo'yicha pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda indeksatsiya muammoni hal qilmaydi. Sizga pensiya oshgandek ko'rinadi, lekin aslida asosiy pensiyangiz pastligicha qoladi. Shuning uchun staj masalasi alohida tekshirilishi kerak. Yana bir toifa xorijda ishlagan davri, harbiy xizmat, dekret ta'tili, bolani parvarish qilish davri, o'qish yoki idoraviy tashkilotlarda ishlagan yillari bo'yicha hujjati bor. Lekin pensiya hisobida hammasi kiritilgan-kiritilmaganini bilmaydiganlar. Indeksatsiya bunday yashirin xatolarni ko'rinadigan qilib qo'yadi. Chunki odam oshishni hisoblaydi, keyin nega boshqalarga qaraganda kam deb savol beradi. Sabab indeksatsiyada emas, boshlang'ich hisob-kitobda bo'lishi mumkin. Endi eng muhim savolga kelamiz. Kimning pensiyasi oshirilmasligi yoki kutilganidek oshmasligi mumkin? Birinchidan, pensiya emas, boshqa turdagi ijtimoiy yordam olayotgan fuqarolar adashmasligi kerak. Har oy davlatdan pul olayotgan har bir inson men pensiya olyapman deb o'ylashi mumkin. Lekin hujjatda bu pensiya emas, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam yoki boshqa to'lov turi bo'lishi mumkin. Agar indeksatsiya faqat pensiyalarga tegishli bo'lsa, nafaqaning oshishi alohida hujjatga bog'liq bo'ladi. Masalan, keksa yoshdagi lekin yetarli ish stajiga ega bo'lmagan fuqaro ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Uning to'lovi pensiya indeksatsiyasi bilan emas, nafaqa miqdori bo'yicha alohida tartib bilan o'zgaradi. Ikkinchidan, bir martalik to'lovlar indeksatsiya qilinmaydi. Masalan, bayram oldidan berilgan bir martalik yordam, alohida kompensatsiya yoki vaqtinchalik qo'llab-quvvatlash puli doimiy pensiya tarkibiga kirmasligi mumkin. Odam o'tgan oy 1,7 million so'm oldi.
Bu oy 1 milyon 5 milyon ming so'm oldi. Keyin oshirish bo'lishi kerak edi. Kamayib ketdi deydi. Aslida o'tgan oy ichida bir martalik qo'shimcha bo'lgan. Bu oy esa faqat asosiy pensiya tushgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi ushlab qolishlar bor bo'lsa, sizning hisoblangan pensiyangiz oshgan bo'lishi mumkin, lekin qo'lingizga tushgan summa kamroq ko'rinadi. Masalan, pensiya 1 million 600 ming so'mdan 1 million 760 so'mga oshdi. Lekin ijro hujjati bo'yicha 200 ming so'm ushlab qolindi. Natijada kartaga 1 million 560 ming so'm tushadi. Pensioner menga oshmadi, hatto kamaydi deydi. Bunday holatda pensiya miqdori bilan real tushum o'rtasidagi farqni ajratish zarur. 4-dan, bank kartasi hisob raqami yoki yetkazib berish tizimidagi texnik muammo oshirishni vaqtincha ko'rinmas qilishi mumkin. Bu kam uchrasa ham amalda bo'ladi. Ayniqsa karta muddati tugagan, bank rekvizitlari o'zgargan, pensioner yashash joyini almashtirgan, boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiya qilinmagan degani emas, lekin aniqlashtirish kerak. 5-dan, pensiya tayinlash to'xtatilgan yoki vaqtincha to'xtab turgan holatlari bor. Masalan, ayrim hujjatlarni qayta tasdiqlash kerak bo'lgan, nogironlik guruhi bo'yicha tibbiy ko'rik muddati tugagan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzandning o'qish holati tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda indeksatsiya haqida gapirishdan oldin to'lovning o'zi faol holatda ekanini tekshirish kerak. Oshirilmaydi degan gap ayrim hollarda noto'g'ri tushuniladi. Masalan, fuqaroning pensiyasi yangi minimal miqdordan allaqachon yuqori bo'lsa, minimal pensiya oshishi unga ta'sir qilmaydi. Bu uning pensiyasi umuman oshmaydi degani emas. Balki aynan minimal miqdor bo'yicha qo'shimcha olmaydi degani. Agar umumiy indeksatsiya ham bo'lsa, u alohida hisoblanadi. Shuning uchun rasmiy xabarda qaysi miqdor oshirilgani juda muhim. Bazaviy hisoblash miqdorimi, minimal pensiyami, yoshga doir pensiyalarmi, nogironlik pensiyalarimi, nafaqalar yoki kompensatsiyalarmi? 7-dan, pensiya miqdori qayta hisoblanayotgan paytda eski oylar uchun farq masalasi bor. Agar oshirish 1 avgustdan kuchga kirsa, lekin siz pulni 10 avgustda eski miqdorda olgan bo'lsangiz, keyingi oy farq qo'shib berilishi mumkin. Lekin bu avtomatik bo'lishi uchun tizimda huquqingiz aniq ko'rinishi kerak. Shuning uchun bir oy kutish mumkin bo'lgan holat bor. Lekin 2-3 oy davomida farq berilmasa, albatta murojaat qilish kerak. Endi eng foydali qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda aytaman. Birinchi qadam, eski va yangi to'lovni yozib oling. Masalan, iyul oyida qancha pensiya oldingiz, avgust oyida qancha tushdi, sentabrda qancha tushdi. Faqat eslab qolmang, aniq raqamni bank ilovasidan, SMS xabardan yoki pochta kvitansiyasidan ko'ring. Ko'p nizolar taxminan shuncha edi degan gapda boshlanadi. Pensiya masalasida taxmin emas, aniq raqam kerak. Ikkinchi qadam, to'lov tarkibini ajrating. Siz olayotgan pulning ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish, bir martalik yordam bor yo'qligini aniqlang. Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan, davlat xizmatlari orqali yoki mavjud elektron xizmatlardan so'rashingiz mumkin. Savolni umumiy bermang. Nega pensiyam oshmadi? Deyish o'rniga mening asosiy pensiyam qancha, ustamalarim qancha, indeksatsiya qaysi qismga qo'llangan deb so'rang. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hammasi hammaga kerak emas. Lekin sizning vaziyatingizga tegishlisini tayyorlab qo'yish murojaatni tezlashtiradi. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash foydali, lekin bahsli holatda yozma javob kerak. Murojaatda shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori avgust oyidagi indeksatsiyadan keyin qanday qayta hisoblanganini asosiy pensiya, ustama va ushlab qolishlar kesimida yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozsangiz, sizga ham aniq javob berishga majbur bo'lishadi. 5-qadam, agar ish stajingiz bo'yicha shubha bo'lsa, faqat indeksatsiya bilan cheklanib qolmang. Mehnat daftarchangizdagi yozuvlar eski tashkilotlardan olingan arxiv ma'lumotlari. Ish haqi haqidagi ma'lumotlar pensiya miqdoriga jiddiy ta'sir qiladi.
Masalan, 5 yil staj noto'g'ri kiritilmagan bo'lsa, indeksatsiya bilan qo'shilgan 100 ming so'mdan ham kattaroq yo'qotish bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat avgustdagi oshirish emas, butun pensiya hisob-kitobini tekshirtirish foydali. 6-qadam. Boshqalarning pensiyasi bilan o'zingiznikini to'g'ridan-to'g'ri solishtirmang. Qo'shningiz 2300 yuan so'm oladi. Siz 1 million 6 ming so'm olasiz. Bu darhol xato degani emas. Uning staji ko'proq bo'lishi, ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lishi, nogironlik guruhi yoki alohida ustamasi bo'lishi, sizda esa boshqa hisoblash bazasi bo'lishi mumkin. Solishtirish faqat sharoitlar bir xil bo'lsa foydali. Amalda esa sharoitlar kamdan kam bir xil bo'ladi. 7-qadam rasmiy manbani kuzating. Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma pensionerga falon so'm qo'shiladi degan gaplarga darrov ishonmang. Rasmiy farmon, qaror yoki pensiya jamg'armasi izohi bo'lmasa, raqamni yakuniy deb qabul qilmang. Ayniqsa foiz. Sana va toifa bo'yicha xatolar ko'p tarqaladi. Birgina avgustdan oshadigan gapning ichida ham kimga, qaysi kundan, qaysi to'lov turiga, qaysi bazadan hisoblanadigan savollar bor. Demak, avgustdagi pensiya indeksatsiyasida eng asosiy narsa shuki, oshirish borligi hammaga bir xil qo'shimcha tushadi degani emas. Kimning pensiyasi asosiy pensiya qismi bo'yicha oshadi, kimda minimal kafolat o'zgaradi, kimda nafaqa alohida tartibda ko'riladi, kimda esa ushlab qolishlar yoki hujjatdagi muammolar sababli qo'lga tushgan summa kutilgandek ko'rinmaydi. Eng to'g'ri yo'l eski va yangi to'lovni aniq solishtirish, to'lov tarkibini so'rash, hujjatlarni tekshirish va kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Men ekspert sifatida sizlarga shuni tavsiya qilaman. Oshmadi deb xafa bo'lishdan oldin ham, oshdi deb xotirjam bo'lishdan oldin ham hisob-kitobni tekshirtiring. Chunki pensiya masalasida har bir o'y, har bir staj yili va har bir hujjat real pulga ta'sir qiladi. Sizda avgustda indeksatsiyadan keyin pensiya oshdimi yoki yo'qmi? Qancha farq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham o'z holatini solishtirib ko'rsin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onasi bor oilalar uchun juda kerak.